Bu diyor geldi ko'proq. Mana shu o'g'il bolaniki. 3 ta bo'ladi seriyasi. Karosini ko'rsatib o'taman buni. 640 gram. Kargosi 300 gramga yaqin chiqyapti. Bunisi qiz bolaniki, bunisi yengilroq chiqadi. Chunki materialda farqi bor. Bunisi qalinroqda, ichida anaqalari ko'proq. Bunisi 440 500 gramga yaqin. Ya'ni 200 gram farq qilyapti buning ichida. Ayollarning litsinasi bor. Yozgi firma. 1 kilo 110 ta, 1 kilo 104 ta bo'ladi. Narxi buni $7,5 oldilar. Bir seriya dvoyka bor. Soli kolleksionda. Mana shu nima bor? Mayka turshigi bor. Erkaklarniki Pia Carbon originali bo'ladi bu. Mana ichida buni ko'proq to'yga olishadi. Kiyov sarpoga olishadi. Mana bittasini kargosini ko'rsatib o'taman shuni. Bundan dona yo'q bizada. Dona bor, lekin qimmatroq qiladi. Original emas bilmayman, do'kon sotishini, lekin originalini bilaman, joyidan bor olsa, original olganimiz aniq o'zimiz ham bilamiz. Javob bera olamiz originalligiga. Faqat seriya olishingiz kerak. Dona yo'q. Hop, bu ham mana mayka juda zo'r firma bu. Mana hammasi bundan seriya bo'ladi mana. İçinde XL turibdi bu yoqda. Bu yoqda XL. Bundan ham seriya olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda 80 ta olganlar. Buni kargosini ko'rsatdim. Shuni 5 ko'p bo'lsa-da, bir donasi narxi kelib chiqadi. 700 gram ekan bu ham. Erkaklar pijamasi bor. Bu ham ko'pchilik so'raydi. Qancha chiqadi? Bu ham 1,5 kilodan yaqin chiqadi. 4,5 kilo chiqadi pijamani ko'proq. 500 gram chiqdi. Olsanglar bo'ladi, olib sotsanglar bo'ladi. Dvoykaligi. Xo'p. 3 zamuli koni so'rashadi mana. Bu originali bu. Firmasi juda o'z ko'rinishidan bilinib turibdi. 200 gram buni kargo kilosi. Alyonani ko'rsatdim. Buni kecha ko'rsatdim. 4,5 kilo, 2 kilo 200 chiqadi bu. Shu joynamoz bor. Bu paralel. Bu taraftagi bardoyi, bu taraftagi tomlisini erkak ayollarniki. Qaranglar, buni 1,5 kilo, 1 kilo 600 ya'ni chiqadi. Materiali juda ham zo'r buni. To'qimalari zo'r. Keyin dasturxon bor. Mana velgurli dasturxon. 130 ga 130. 500 gram chiqadi bunisi. Ko'ringlar. Juda ham anaqa bu. Naski bor. Ayollar kunetka naskisi. Mana shundan ichida 6 ta bo'ladi bu ham. 300 gram, 400 gram yaqin ozgina ekan. Buni olib sotsanglar bo'ladi. Yana nima qoldi? Erkaklarning tasmasi qoldi. Bu tasma bilan og'irroq chiqadi. Bu yoqda o'sha shimlar bor. Bular 1,5 kilo chiqdi. Hammasi yozgi bular. 1,5 kilodan bir donasi.